Assalomu alaykum. Sizlar bilan 2 oy davomida umuman ko'rishmadik. Hozir sizlarga qishki skidkalarimizni juda kattasini boshlaymiz. Qani? Nima desam bo'ladi? Qizarroq bo'lan. Qani ketdi aka mana deb. Davay, ketdi boshla. Hozir ketyapti-ku. Ketyapsam, uzmasdan qo'yib boshlaymiz. Akalar, xudo xolasa, qishki aksiyalarimizni naqd bahorda, yozda, kuzda, yaqinda 1 oy oldin ham naqd $330, $320 sotilgan skuterlarimizni endi 25% skidka bilan bemalol $250 dan xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Bunaqasi hali ancha-muncha joydan topolmaysiz, faqatgina Armada Motors Qum bozordagi filialida. Keling, bo'lmasam tanishtiraman. Bu o'sha hammaga mashhur bo'lgan cho'ntak modellarimiz bo'ladi. Maksimalniy tezligi toza 40 ga chiqadi. Agarda istasangiz umuman prava boshqa narsa so'ramaydigan qilib to'lki 25 ta yuradigan qilib bera olamiz. Faqatgina bu ikkimiz o'rtamizda sir bo'lib qolsin. Qarang, bunda 412 lik akkumulyator bilan joylangan maksimalniy 40 kilometrgacha bemalol harakatlana oladi. Undan tashqari 3 oy motor miya va 1 oy akkumulyatorda zavodskoy defekt chiqmasligiga kafolat beramiz. Armada Motors rasmiy kafolatlari bo'ladi. Undan tashqari buni xo'p, o'zimizda emas joyda. Nima deydi? Bu mahsulotimiz limited edition, ya'ni atiga 5 donasini shu oyning oxiriga, ya'ni yilning yakunigacha bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, manzilimizni 2 oydan beri eslatmaganim uchun bir qator eslatib o'taman. Qarang, bu tomonimiz Qum bozor svetofordan kelishdi, Taxta ko'prikning svetoforida, bu tomonimiz Andijon xalqaro aeroportidan kelishda kattagina bu yoqqa o'tsangiz Armada Motors'da joylashgan yaqqol hozirgi kunda shoferlar ham bittada topib kela oladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishlarimiz ham mavjud. Dadil gapiradigan bo'lib ketibman.